Bugun men pensiya oladigan har bir inson, otasining pensiyasini tekshirayotgan farzandlar, bo'g'uvchisini yo'qotgan oilalar va nogironlik pensiyasi oluvchilar uchun juda muhim masalani tushuntirib beraman. Pensiya indeksatsiyasi. Yoshga doir qo'shimchalar, kimga qancha qo'shilishi va nima uchun ayrim odamlarning pensiyasi boshqalarnikidan ko'proq oshadi. Bu ma'lumotni o'tkazib yubormang. Chunki bitta noto'g'ri tushuncha yoki tekshirilmagan hujjat sabab odam oyma-oy o'ziga tegishli pulni kam olib yurishi mumkin. Hozir kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday tushuntirishlar aynan oddiy odam tushunadigan tilda berilishi kerak. Men avval eng muhim savolga javob beraman. Pensiya indeksatsiyasi degani nima? Juda sodda qilib aytsam, indeksatsiya bu pensiya miqdorini narxlar o'sishi, ish haqi va bazaviy hisoblash miqdorlari o'zgarishi, davlat tomonidan belgilangan minimal kafolatlar yangilanishi munosabati bilan qayta ko'rib chiqishdir. Ya'ni odam kecha qancha pensiya olgan bo'lsa, bugun ham aynan shu miqdorda qolib ketmasligi uchun davlat pensiyalarini ma'lum foizga oshiradi yoki ayrim toifalarga qo'shimcha to'lovlarni ko'paytiradi. Oldin ko'pchilikda bitta tushuncha bor edi. Hammaning pensiyasi bir xil miqdorda oshadi. Masalan, kimdir hamma pensionerga 1000 so'mdan qo'shilar ekan deb o'ylaydi. Aslida esa bunday emas. Pensiya oshishi bir nechta omilga bog'liq. Pensiyaning turi, staj, ish haqi, hisob-kitobi, oldin tayinlangan pensiya bazasi, ustamalar, yosh bo'yicha qo'shimchalar, nogironlik guruhi, o'quvchisini yo'qotganlik holati va eng kam pensiya kafolatlari. Shuning uchun ikki qo'shni bir kunda pensiya olsa ham biriga 905 ming so'm, boshqasiga 16 ming so'm qo'shilishi mumkin. Endi nima o'zgardi? Eng katta e'tibor shundaki, yoshga bog'liq ayrim qo'shimchalar va minimal kafolatlangan to'lovlar qayta ko'rib chiqilganda, nafaqat asosiy pensiya, balki ustama va qo'shimchalarning umumiy ta'siri ham odam oladigan yakuniy summaga ta'sir qiladi. Ayniqsa yosh katta qarindoshlarimiz, 75 yoshdan oshganlar, 90 yoshga yaqinlashganlar yoki 90 yoshdan oshganlar, doimiy parvarishga muhtoj bo'lganlar, yolg'iz yashaydigan keksalar uchun bu masala yanada muhim. Men bu yerda bitta narsani alohida ta'kidlayman. Pensiyadagi o'sish faqat foiz qo'shildi degan gap bilan tugamaydi. Amalda hisob-kitobda avval asosiy pensiya, keyin ustamalar, keyin eng kam miqdor bilan solishtirish, keyin ayrim qo'shimcha to'lovlar inobatga olinadi. Shu sababli kimgadir pensiya indeksatsiyasi aniq ko'rinadi, kimgadir esa nima uchun menga kamroq qo'shildi degan savol tug'iladi. Endi kimlar e'tibor berish kerakligini birma-bir tushuntiraman. Birinchi toifa bu yoshga doir pensiya oluvchilar. Ya'ni erkaklar va ayollar qo'lida belgilangan yoshga yetib, mehnat staji asosida pensiyaga chiqqanlar. Bu toifadagi odamlarning pensiyasi odatda ish staji va avvalgi ish haqi asosida hisoblangan bo'ladi. Agar pensiya indeksatsiya qilinsa, asosiy miqdor oshishi mumkin. Lekin yakuniy summa har doim ham oddiy ko'paytirish bilan chiqmaydi. Chunki ayrimlarda minimal pensiya darajasiga yetkazib berish mexanizmi ishlaydi. Masalan, birinchi misol. Otaxon Oltintekiz yoshda 31 yil ish stajiga ega, oyiga 1,2 million so'm pensiya olardi. Agar indeksatsiya natijasida uning asosiy pensiyasiga taxminan 10% atrofida o'sish qo'llansa, nazariy jihatdan 25 ming so'm qo'shilgandek ko'rinadi. Lekin agar u oldin minimal kafolatdan yuqorida bo'lgan bo'lsa, qo'shimcha deyarli shu atrofda ko'rinishi mumkin. Natijada yangi pensiya 1,375 ming so'mga yaqinlashadi. Bu oddiy misol, lekin real hayotda ustamalar bo'lsa, yakuniy raqam biroz boshqacha bo'ladi. Ikkinchi misol. Onaxon 12 yoshda staji kamroq pensiyasi oldin 800 ming so'm bo'lgan. Agar indeksatsiya faqat foiz bilan hisoblanganda, unga 80 ming so'm qo'shilgandek tuyuladi. Lekin davlat eng kam pensiya yoki minimal iste'mol xarajatlari bilan bog'liq kafolatlarni oshirgan bo'lsa, uning pensiyasi faqat foiz bo'yicha emas, belgilangan pastki chegaraga yetkazilishi mumkin. Shunda qo'shimcha haq ming emas. Masalan, 20 ming yoki 20 ming so'm bo'lishi ehtimoli paydo bo'ladi. Shu sababli eng past pensiya oluvchilar o'z summasini albatta tekshirishi kerak. Uchinchi misol, bekidagi yoshli qarindoshimiz bor deylik. U oddiy yoshga doir pensiya oladi. Lekin yoshi katta bo'lgani uchun ayrim qo'shimcha to'lovlar yoki parvarish bilan bog'liq imtiyozlar masalasi paydo bo'lishi mumkin. Ko'pchilik shunday holatda faqat pensiya plastik kartaga tushgan pulga qaraydi. Men esa bunday demayman. Men har doim pensiya bo'limidan yoki MyBank Kubuz orqali hisob-kitob varaqasini olishni tavsiya qilaman. Chunki unda asosiy pensiya qancha,
ustama qancha, qo'shimcha to'lov qancha, ushlab qolish bormi yoki yo'qmi, hammasi ko'rinadi. 4-misol, bir ayol boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini farzandi uchun oladi, u eshitadi. Pensiya oshdi. Lekin uning holatida o'shish kattalarga beriladigan yoshga doir pensiya kabi hisoblanmasligi mumkin. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasida oiladagi mehnatga layoqatsiz a'zolar soni, marhumning ish staji va hisoblangan bazasi muhim bo'ladi. Agar bitta bola bo'lsa boshqa, 2 yoki 3 nafar bo'lsa boshqa hisoblanadi. Shuning uchun qo'shnimga shuncha qo'shilibdi, menga nega kam? degan savolga javob ko'pincha pensiya turining o'zida bo'ladi. 5-misol. Nogironlik pensiyasi oluvchi inson bor. Uning pensiyasi guruhiy, ish staji nogironlik sababiga qarab belgilanadi. Agar umumiy indeksatsiya bo'lsa, u ham ta'sir qiladi. Lekin nogironlik bo'yicha ustamalar parvarish nafaqasi, ijtimoiy yordamlar alohida ko'rib chiqiladi. Bir odam pensiya oladi, yana boshqa ijtimoiy to'lov oladi. Ularning hammasi bir xil tartibda oshmaydi. Shuning uchun kartaga tushgan umumiy pulni ko'rib, pensiyam shuncha bo'ldi deyish har doim ham to'g'ri emas. Pul tarkibini ajratib ko'rish kerak. Kim xavotir olishi kerak? Men birinchi navbatda 3 guruhni aytaman. Birinchisi, pensiyasi juda past bo'lganlar. Chunki minimal miqdor oshgan bo'lsa, sizning pensiyangiz ham pastki chegaraga yetkazilishi kerak. Ikkinchisi, 75 yoki damban yoshdan yuqori bo'lganlar. Chunki yoshga bog'liq qo'shimcha yoki parvarish bilan bog'liq masalalar aynan sizga taalluqli bo'lishi mumkin. Uchinchisi, pensiyasi tayinlangandan keyin ish staji, ish haq hujjatlari, harbiy xizmat, dekret davri, o'qish davri yoki zararli mehnat sharoiti bo'yicha hujjatlari to'liq hisobga olinmagan odamlar. Indeksatsiya bo'lgan paytda eski xato ham davom etadi. Ya'ni asos noto'g'ri bo'lsa, oshgan pensiya ham noto'g'ri asosdan hisoblanadi. Kim unchalik xavotir olmasligi mumkin? Agar siz yaqinda pensiyaga chiqqan bo'lsangiz, barcha hujjatlaringiz elektron bazada to'liq ko'ringan bo'lsa, pensiya tayinlash qarorini olgan bo'lsangiz, kartaga tushayotgan summa bilan hisob-kitob varaqasidagi summa mos bo'lsa, odatda katta muammo bo'lmaydi. Lekin men baribir yiliga kamida bir marta pensiya hisobini tekshirishni to'g'ri deb bilaman. Chunki tizim elektron bo'lsa ham, eski arxiv ma'lumotlari, tashkilot nomi o'zgargan holatlar, ish haqi ma'lumotnomalari bo'yicha xatolar uchrashi mumkin. Endi odamlar ko'p adashadigan joylarni tushuntiraman. Birinchi nozik jihat indeksatsiya sanasi. Ba'zan qaror e'lon qilingan sana bilan pul kartaga tushadigan sana bir xil bo'lmaydi. Masalan, oshirish 1000 sanadan kuchga kiradi. Lekin amaliy to'lov keyingi oyda farqi bilan birga tushishi mumkin. Shunda odam menga qo'shilmadi deb o'ylaydi. Aslida hisob-kitob qilinayotgan bo'lishi mumkin. Lekin bu vaziyatda ham kutib o'tirmasdan pensiya bo'limidan aniqlashtirish kerak. Ikkinchi nozik jihat. Hamma ustamalar bir xil indeksatsiya qilinmaydi. Asosiy pensiya oshishi mumkin. Lekin ayrim kompensatsiya to'lovlari alohida tartibda belgilanadi. Masalan, kommunal xarajatlar, parvarish, ijtimoiy yordam yoki boshqa maxsus to'lov bo'lsa, ularning qonuniy manbasi boshqa bo'lishi mumkin. Shuning uchun siz albatta menga jami qancha tushdi degan savoldan tashqari, qaysi qismi pensiya, qaysi qismi ustama, qaysi qismi kompensatsiya deb so'rashingiz kerak. Uchinchi nozik jihat, ish staji to'liq hisobga olinganmi? Men amaliyotda ko'p ko'raman, odam 35 yil ishlaganini aytadi, lekin pensiya hisobida 28 yil ko'rinadi. Nega? Chunki ayrim yillar bo'yicha mehnat daftarchasida muhr noaniq korxona tugatilgan, arxiv ma'lumoti olinmagan, ish haqi ma'lumotnomasi yetishmagan yoki elektron bazaga kiritilmagan bo'ladi. Bunday holatda indeksatsiya sizga foyda beradi. Lekin to'liq emas. Chunki aslida pensiyangiz bundan yuqoriroq bo'lishi kerak bo'lgan bo'lishi mumkin. 4-nozik jihat, ishlayotgan pensionerlar. Agar pensioner pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlayotgan bo'lsa, ayrim hollarda qayta hisoblash masalasi tug'iladi. Hamma odam har oy avtomatik qayta hisoblanadi deb o'ylaydi. Aslida qayta hisoblash uchun qonunda belgilangan shartlar, muddatlar va murojaat tartibi bo'lishi mumkin. Agar siz pensiyada bo'lib, yana rasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, ish beruvchi ijtimoiy soliq to'lovlarini to'g'ri yuboryaptimi? Mehnat shartnomangiz elektron tizimda ko'rinyaptimi? Pensiya jamg'armasi bazasida ma'lumot bor yo'qligini tekshirtiring. 5-nozik jihat, qarzdorlik va ushlab qolishlar. Ba'zan pensiya oshadi, lekin odam qo'lida sezmaydi. Sabab aliment, kredit bo'yicha ijro hujjati. Ortiqcha to'langan nafaqani qaytarish yoki boshqa qonuniy ushlab qolish bo'lishi mumkin. Shuning uchun kartaga tushgan pul kam ko'rinsa, darrov pensiya oshmadi demaslik kerak.
Avval pensiya hisob-kitob varaqasi va bank tushumini solishtiring. Agar ushlab qolish bo'lsa, uning asosi va muddati bo'lishi kerak. 6-chi nozik jihat, plastik kartaga tushgan summa bilan rasmiy tayinlangan summa farq qilishi mumkin. Ba'zan bank komissiyasi qarzdorlik kechgan to'lov farqi, oldingi oy qoldig'i bir martalik to'lov aralashib ketadi. Men shuning uchun har doim bir oylik tushumga qarab xulosa qilmang. Kamida 2 yoki 3 oylik harakatni ko'ring deb maslahat beraman. 7-chi nozik jihat, yosh qo'shimchalari avtomatik ko'rinishi kerak bo'lgan joyda ham hujjat talab qilinishi mumkin. Masalan, yosh bo'yicha ma'lumot pasport bazasida bor, lekin parvarishga muhtojlik, yolg'iz yashash, nogironlik, urush qatnashchisi yoki unga tenglashtirilgan maqom kabi holatlar bo'lsa, qo'shimcha hujjatlar so'ralishi tabiiy. Shuning uchun davlat hammasini biladi deb kutib o'tirmaslik kerak. Davlat bazasida siz haqingizdagi hamma tarixiy ma'lumot to'liq bo'lmasligi mumkin. Endi men aniq nima qilish kerakligini aytaman. Birinchi qadam, pensiyangizning hozirgi miqdorini yozib oling. Faqat kartaga tushgan pulni emas. Rasmiy pensiya miqdorini aniqlang. Buni pensiya jamg'armasi bo'limidan, davlat xizmatlari markazidan yoki elektron xizmatlar orqali tekshirish mumkin. Sizga kerak bo'ladigan asosiy savol shunday: mening pensiyam tarkibi qanday? Asosiy pensiya qancha, ustama qancha, qo'shimcha to'lov qancha, ushlab qolish bormi? Ikkinchi qadam, oxirgi oshirishdan oldingi va keyingi summani solishtiring. Masalan, oldin 20 million 1000 ming so'm olgan bo'lsangiz, keyin 20 million 20 ming so'm tushgan bo'lsa, farq 20 ming so'm. Lekin shu 20 ming so'm nimadan kelib chiqqanini bilish kerak. Bu indeksatsiyami, minimal pensiyaga yetkazishmi, yosh bo'yicha qo'shimchami? Oldingi oy farqimi yoki boshqa to'lovmi? Buni aniqlamasangiz, keyingi oy pul kamaygandek tuyulishi mumkin. 3-chi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Sizda mehnat daftarchasi, pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, ish haqi ma'lumotnomalari, arxiv ma'lumotlari, harbiy xizmat bo'yicha hujjatlar, tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargan bo'lsa tasdiqlovchi hujjatlar bo'lishi kerak. Ayollar uchun bolalar parvarishi davri, dekret davri, ish joyi o'zgargan davrlar alohida ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Agar biror yil pensiya hisobiga kirmagan bo'lsa, arxivdan ma'lumot olib kelish orqali qayta hisoblatish mumkin. 4-chi qadam. Agar pensiyangiz kam hisoblangan deb o'ylasangiz, og'zaki murojaat bilan cheklanib qolmang. Men yozma ariza berishni tavsiya qilaman. Arizada shunday mazmun bo'lishi kerak: mening pensiyam miqdorini qayta tekshirib berishingizni. Indeksatsiya va yoshga doir qo'shimchalar to'g'ri qo'llanganini, ish stajim va ish haqi ma'lumotlarim to'liq inobatga olinganini yozma ravishda tushuntirib berishingizni so'rayman. Arizaga hujjatlar nusxasini ilova qiling va qabul qilingan sana bilan ro'yxatdan o'tkazdiring. 5-chi qadam, agar javob tushunarsiz bo'lsa, yuqori turuvchi tashkilotga murojaat qiling. Avval tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limi, keyin viloyat boshqarmasi, zarur bo'lsa respublika darajasidagi murojaat kanallari orqali murojaat qilish mumkin. Davlat xizmatlari markazi orqali ham ariza topshirish mumkin. Eng muhimi, har bir murojaatingizda aniq raqam, sana va talab bo'lsin. Menga kam tushdi degan gapdan ko'ra, 2004 yil dekabr oyida 20 million 1000 ming so'm olganman. 2025 yil yanvarda 20 million 10 ming so'm tushgan. Indeksatsiya va qo'shimchalar hisobini yozma tushuntirib bering degan murojaat ancha kuchli. 6-chi qadam, yoshi katta ota-onangizning pensiyasini o'zingiz ham tekshiring. Ko'p keksalarimiz hujjat talab qilishdan uyaladi. Idoralarga borishni xohlamaydi. Shuncha bersa ham mayli deb qo'yadi. Lekin bu ularning haqqi. Agar otangiz yoki onangiz 60 yoshdan oshgan bo'lsa, yolg'iz yashasa, nogironligi bo'lsa, doimiy parvarishga muhtoj bo'lsa, albatta qo'shimcha to'lovlar masalasini tekshiring. Bunda mahalla tibbiy komissiya, ijtimoiy himoya organlari va pensiya bo'limi bilan bog'liq hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. 7-chi qadam. Bank kartasidagi tushumlarni saqlab boring. Har oy pensiya qachon va qancha tushganini yozib qo'ying. Agar farq bo'lsa, skrinshot yoki bankdan ko'chirma oling. Bu oddiy ko'ringani bilan keyin murojaat qilganda dalil bo'ladi. Ayniqsa pensiya oshgan oyda farq to'langan oyda va keyingi oyda tushgan summani alohida qayd eting. 8-chi qadam, mish-mishlarga ishonmang. Hamma pensionerga falon so'mdan qo'shildi. Taksim yoshdan oshganlarga avtomatik falon million beriladi. Kim ariza yozsa 2 barobar oshadi degan gaplar ko'p tarqaladi. Men ekspert sifatida aytaman. Pensiya masalasida faqat rasmiy qaror. Pensiya bo'limi
hisob kitobi va sizning hujjatlaringiz asos bo'ladi. Har bir odamning pensiyasi individual hisoblanadi. Endi yana bir oddiy, lekin juda muhim misol keltiraman. 2 nafar onaxon bor. Birinchisi 25 yil rasmiy ishlagan. Hujjatlari to'liq. Pensiyasi 1 million 300 ming so'm. Ikkinchisi ham aslida 15 yil ishlagan, lekin 6 yillik ish staji arxidan tasdiqlanmagan. Pensiyasi 9 ming so'm. Indeksatsiya bo'lganda birinchi onaxonning pensiyasi normal oshadi. Ikkinchi onaxonda ham oshadi. Lekin uning asosiy muammosi indeksatsiyada emas, staj to'liq kiritilmaganida. Agar u arxiv hujjatini topsa, pensiya bazasi ko'tariladi. Keyingi indeksatsiyalar ham yuqoriroq miqdordan hisoblanadi. Demak, bugun qilingan tekshiruv faqat bir oy uchun emas, kelgusi yillar uchun ham foyda beradi. Yana bir misol. Otaxon pensiyada, lekin qorovul bo'lib rasmiy ishlashda davom etmoqda. U men ishlayapman. Demak, pensiyam avtomatik oshib boradi deb o'ylaydi. Aslida ish beruvchi uni rasmiy ro'yxatdan o'tkazganmi? Ish haqi bo'yicha to'lovlar to'g'ri ketganmi? Pensiya qayta hisoblash shartlari bajarilganmi? Bularning hammasi tekshirilishi kerak. Agar bitta zanjir uzilsa, odam yillar davomida ishlasa ham pensiyasida kutilgan o'zgarish bo'lmasligi mumkin. Yana bir holat. Onaxon eri vafotidan keyin boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'yicha murojaat qilgan. Unga bir miqdor tayinlangan. Keyin umumiy pensiya oshishi bo'lgan. U qo'shnisidan kamroq oshganini ko'rib xafa bo'ladi. Lekin qo'shnisi yoshga doir pensiya oladi. Bu onaxon esa boshqa turdagi pensiya oladi. Hisoblash bazasi ham, foizlar ham, oiladagi a'zolar soni ham farq qiladi. Shuning uchun taqqoslashni faqat bir xil pensiya turi va bir xil staj va o'xshash hujjatlar bo'lganda qilish mumkin. Men yana shuni aytaman, pensiya masalasida eng katta xato bu jim yurish. Agar sizga 50 ming so'm kam to'lanayotgan bo'lsa ham, bu yilga 6 ming so'm degani. Agar xato 2 ming so'm bo'lsa, yiliga 1 million 200 ming so'm. Keksalarimiz uchun bu dori-darmon, oziq-ovqat, kommunal to'lov, transport xarajati degani. Shuning uchun o'z haqqingizni tekshirish uyat emas, bu qonuniy huquq. Bugungi mavzuda men pensiya indeksatsiyasi nima ekanini, yoshga doir qo'shimchalar nega muhimligini, kimga ko'proq e'tibor kerakligini va nima uchun hammaning pensiyasi bir xil oshmasligini tushuntirdim. Eng asosiy fikr shuki, pensiya oshishi faqat e'lon qilingan foiz bilan tugamaydi. Yakuniy summa pensiya turi, staj ustama, minimal kafolat, yosh nogironlik parvarish holati va hujjatlarning to'liqligiga bog'liq. Siz bugunoq pensiyangiz tarkibini tekshiring. Ota-onangizning pensiya hisobini ko'rib chiqing. Hujjatlarda kamchilik bo'lsa, yozma ariza bilan murojaat qiling. Izohlarda yozing. Sizning pensiyangizga qancha qo'shildi? Qaysi viloyat yoki tumandasiz? Oshish siz kutgandek bo'ldimi yoki savollaringiz bormi? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Chunki men keyingi videolarda pensiya, nafaqa, staj, hujjat va qo'shimcha to'lovlar bo'yicha eng kerakli ma'lumotlarni yana oddiy tilda tushuntirib beraman.